Jondordan gapiramiz. Bugun biz sizlarga Jondor tumanining olis qishloqlaridan biri Og'ar qishlog'ida tug'ilib voyaga yetgan 13 yoshida Buxoro sadolari Respublika yosh iste'dodlar tanlovida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan va dunyo miqyosidagi fortepiano tanloviga yo'llanmani qo'lga kiritgan G'ulom va Parizoda qizimizni tanishtirib o'tamiz. Parizoda yosh bo'lishiga qaramasdan Alloh yuqtirgan iste'dod tufayli musiqaga mehr qo'ydi. Nafaqat Buxoro sadolari Respublika ko'rik tanlovida, balki ko'plab musiqa tanlovlarida g'oliblik va Grand Prixni qo'lga kiritgan. A'lo o'qishi, ilmga mehri va musiqaga bo'lgan qiziqishi tufayli dunyo miqyosidagi fortepiano tanloviga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Uning orzulari o'zi kabi pok va beg'ubor bo'lib, jondorimiz nomini dunyoga tanitib, mashhur musiqachi bo'lishdir. Jahon miqyosida o'tkaziladigan fortepiano ko'rik tanlovida O'zbekiston nomini himoya qiladigan ushbu qizimizga omad tilaymiz va bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga jondorlik iste'dodlarini tanishtirishda davom etamiz. Jondordan gapiramiz Instagram profiliga obuna bo'lishni unutmaymiz.